Assalomu alaykum. Bizni mukovistsidoz kasalligi haqida bergan ma'lumotlarimiz bo'yicha savol kelgan ekan YouTube tarmog'idan. Ya'ni Odilxon Olimjonovdan kelgan savol. Assalomu alaykum doktor. Men qizimda ham shunday kasallik bo'ldi. Ya'ni mukovistsidoz o'tib qoldi. 3 oy yashab aytgan hamma gaplaringiz bizda o'tgan. Biz yana farzandli bo'lsak, yana shunday tug'ilishi mumkinmi? Qo'rqyapman, yana shunday bo'lsa-chi deb maslahat bering deyapti. Ya'ni agar sizda aniq tashxisot qilinmagan mukovistsidoz kasalligi qo'yilgan, ya'ni sizni tasavvuringiz bo'yicha biz aytayotgan klinikaga agar haqiqatdan ham to'g'ri kelayotgan bo'lsa, mukovistsidoz kasalligi bo'lishi mumkin bolangizda. Mukovistsidoz kasalligi bu autosom resessiv kasalliklar qatoriga kiradi. Yana takrorlanish ehtimolligi oilada 25% ni tashkil qiladi. Agar bu kasallikni to'liq istisno qilib farzandli bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu yerda albatta genetik shifokorga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi va genetik shifokor sizga to'g'ri yo'nalish beradi va sog'lom farzand uchun reja bera oladi. Shuning uchun biz tavsiya qilgan bo'lardik siz genetik shifokorga murojaat qilishingizni.